Aralash janglar san'ati MMA jangchisi irlandiyalik Conor McGregor amerikalik sobiq bokschi Floyd Mayweather bilan jang o'tkazish bo'yicha kelishuvni imzoladi. Bunday rekord darajadagi kelishuvni imzolash men uchun sharaf. Bu tarixiy kelishuvning birinchi qismi bajarildi. Bu ishga aloqador barchani tabriklayman. Endi biz Ella Heyman va uning bokschisining imzosini kutamiz. Yaqin kunlarda, deya McGregorning so'zlarini keltirgan TheMacLife.com. Kelishuvning moliyaviy jihatlari oshkor etilmagan. Ommaviy axborot vositalarida bu jang milliard dollar uchun jang deb atamoqda. Floyd Mayweather va Conor McGregor o'rtasida jang bo'lib o'tishi mumkinligi haqidagi xabarlar o'tgan yilning noyabrida UFC chempioni bokschilik litsenziyasini olganidan keyin paydo bo'ldi. Irlandiyalik jangchi Mayweather bilan jang uchun 100 million dollar ishlab olish istagini bildirgandi. Keyinroq mutlaq jangchilik chempionati UFC prezidenti Dana White Mayweather va McGregor jang uchun har ikki sportchiga 25 million dollardan to'lashga tayyor ekanini ma'lum qilgan edi. Biroq har ikki sportchi taklifni jiddiy qabul qilmadi. Shundan so'ng Dana White mazkur bellashuv irlandiyalik jangchining UFC bilan shartnomasi yakuniga yetsagina bo'lib o'tishini aytdi. Mart oyida Mayweather McGregor bilan jang qilish uchun sportga qaytishiga tayyorligini ma'lum qildi.